إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha maqtovlar, danlovlar Alloh subhanahu va taolaga tegishli. Biz uni g'ana maqtaymiz, ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh ibadat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz ul, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona uning ahli bayti yaqinlarına, sahabalarına, tabi'inlarga ham ularning yo'lini davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati ham mag'firati bo'lsaydi. Bugun so'zimiz ko'zlarni, qarashlarni gunohdan saqlov turunda bo'lacak. Allah Teala Kur'an'da aytgan A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve la taqrabuz zina innehu kana fahişeten ve sa'a sabila. Zinaga yaqin kelmegiz, çünkü ol fahiş hem noshar yo'l. Şulay yo'q, Allah Teala boshqa bir oyatda aytgan وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Fahişliklerinin aşık işlerine turgan hem yaşırın işlerine turganına yakın kelmegiz degan. Yani aşık bulganı ol zina, yaşırın bulganı ol ubu, tutu hem qarav kibik narsalar. Nişik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etile ol aytgan El-yedani tezniyen vel-aynani tezniyen. Kullar zina kıla, gözler zina kıla. Yani kulның zinası tutu, gözның zinası qarav. Allah Teala kişiye bu dünyada bir köp nimetler berdi. Onlarını sanasan, onlarını sana bitirip bulmay. Kişi elgi nimetlerinin köbüsünde eğer indi dürüst yolda kullansa, şu nimetlerini dürüst yolda kullansa, olanı bu dünyada da ahirette de baxtli ite. Eğer indi ol berilgen, kullanırga kerek bulgan yollarda, maksatlarda kullanmasa, ol şoluk nimetler bilen günahda işli ala. Kişi indi şu körü nimeti bilen Allah Teala'nın barlığın, birligin görüp şuna delillerini göre ala. Eğer indi onu günahlardan saklamasa, ol indi şoluk göz kişini naşar yolga kitire. Allah Teala Kur'an'da da qarashlarını günahtan, haram narseden saklarga koşkan, buyurgan hem aytgan قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ayt müminlerge qararga yaramay turgan narsalardan ko'zlarini yumsunlar, hem g'avrat ağzalarını saklasınlar. Bu alar üçün köpke şistarak. Dürüstlükte Allah onlarning qilgan ishlari turunda xabardor. Shulay yo'q, shuluq amrni, shuluq buyruqni Alloh taolo xotin qizlarga da aytgan. Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ayt mu'minalarga qararga yaramay turgan narsalardan ko'zlarini yumsunlar, hem g'avrat ağzalarını saklasınlar. Ko'ringenden qala, yüzü hem kul şuğu, başka maturlukların ko'rsatmasinlar degan.
Bu oyatda Alloh taolo musulmon bo'lgan irodlarga ham xotin-qizlarga qarashlarin ham jins a'zolarin haromdan chetlashtiruvni buyuradi. Agarda kishi ko'zlarini gunohga qarovdan saqlasa, ko'ngilin buzuq, shahvatli o'ylardan saqlab qolashaq. Alloh taolo bu haqda oldagi oyatda aytdi. Bu ular uchun ko'pga shistaroq. Ya'ni kishining ko'ngili noshar, gunohli o'ylardan shista bo'lib qolashaq. Alloh taolo bu oyatda birinchi shiratda qarashni, onlari g'avrat a'zoni zinadan saqlaroq qo'sha. Chunki kishining qarashi bilan jins a'zo orasida baylanish bor. Kishi zinadan, ya'ni nikohsiz jinsiy munosabatga kiruvdan o'z-o'zini saqlab qola shu uchroqda, agarda endi u qarashin gunohlardan, gunohli qarovdan saqlasa. Zina qiluvga eng birinchi shiratda nashushi qarash, ya'ni shit xotinlarga harom bo'lgan narsaga qarov itara. Bir vaqt Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhuga shunday so'zlar aytgan. Ya Aliyu la tutbi'un nazratan nazrata fa inna lakal ula va laysat lakal akhirah. Ya Ali, qarash ortidan qarashingni iyartma, ya'ni bir ortli qarama, shunliqda birinchi qarash seniki, ikkinchisi seniki tugul. Ya'ni ikkinchisi uchun gunoh bo'lashaq degan. Yani kishi qo'y vaqt o'zida tilamisha ko'rarga mumkin. Ham mana shu vaqtda endi u ko'zini chetlashtirsa, ham yongadan ona qaramasa, ona gunoh bo'lmayashaq. Agar endi u kiridan qaytib qarasa, u endi gunohli bo'lashaq. Mu'minlarga har vaqtda da Alloh taoladan qo'rqib, qarashlarini gunohlardan saqlarga kerak. Kishilar orasindagina tugul, o'zi bo'lganda da har vaqtda da gunohlardan qarashin saqlarga tiyish. Endi kishilar yonindagina qarashin saqlab, kishilar bo'lmaganda harom narsalarga qarovchi kishi turunda Alloh taolo onday kishining ko'zin xiyonatchi ko'zlar deb Qur'onda atagan. Alloh taolo aytgan: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Ul Alloh ko'zlarning xiyonatchisin ham ko'krakdagi bo'lgan yashirin narsalarni bilar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatni bulay deb anglatgan. Kishilar orasida bo'lgan birov xotin-qiz o'tib ketgach, ular qarshisida darajasin ham obro'yin saqlar uchun qarashin chetlashtirgan bo'lar. Agar kishilar ona ig'tibor etmasa, tega xotinga qariy boshlaydi. Agar kishilar ko'rir deb qo'rqsa, qarashin tog'in chetlashtirgan bo'lar. Lakin Alloh taolo uning ko'nglida narsa bo'lgan yashiringanini bildi deb Ibn Abbas radhiyallohu anhu shu oyatni anglatgan. Agar kishi qarashin gunohdan saqlamishaymi, haromga qarab ham shu sababli zina qilsa, u asam degan quyuga ilaga. Alloh taolo Qur'onda aytgan, Alloh taolaga shirk qiluvchilar, kishi o'tiruvchilar ham zina qiluvchilar asam degan quyuga ilaga degan. Alloh taolo aytgan: "Va man yaf'al zalika yalqa asama." Kim mana shu ishlarni ishlasadi, shirk qilsa, kishi o'tirsa haqsizga, ham endi zina qilsa, ularni asamga irg'itlashaqlardi. Asam endi ol jahannamning eng tubindagi bo'lgan quyi. Onda jahannam ahllarining tanlaridan chiqqan o'liklar jiyila. Ham shu asam quyusunda zina qiluvchilar g'azablanashaqlar. Kim endi Alloh taoladan qo'rqib, zinadan saqlanib, qarashin harom narsalardan, harom bo'lgan xotin-qizlardan chetlashtirsa, onday kishiga Alloh taolo imonning ta'min tuyurg'a ya'ni tottirashaq, imonning ta'min tottirashaq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "An-nazratu sahmun min sihami iblis
مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Qarash ul iblisning og'uli o'qlarining birsi. Kim onu qoldirsa, Alloh taoladan qo'rqib, ul ana shunday iymon berashak, shunday iymon bilan bo'laklayashak, onun ta'min yuragida tatiyashak degan. Ya'ni Alloh taoladan qo'rqib, yorim shara harom bo'lgan xotinlarga qarovdan saqlangan kishi indi ko'ngilida mana shu iymonning ta'min tatashaq. Ya'ni Alloh taolo onun ko'ngilina shunday bir rahatlik berashak, ham ul mana shu rahatlikni shu gunohdan saqlansagina sezashak. Shu rahatlikni sezishning bir sabablaridan bo'lib turadi. İmam G'azali rahimahulloh aytgan, ko'zlarni ikki sabab bo'yicha saqlarga kerak. Birinchisi, o'zing ko'rgan butun narsada seniki tugul. Ham haram narsalardan qarashni olib ko'pga yengilroq, yangadan shu haromga qarab, shuning uchun intiguga qaraganda degan. Ikkinchisi, Alloh taolo bergan ko'zni tiyishli yo'lda qo'llanu, ya'ni bu dunyo uchun ham tiyishli yo'llarda qo'llanu, ham oxiratda Allohni ko'rir uchun degan. Agarda sen ko'zingni gunohdan saqlamasang, Alloh taolaning ko'ru ne'matidan mahrum qoluving mumkin degan. Alloh taolo barchalarimizga da qarashlarimizni gunohlardan saqlab, Alloh taolaning qo'shganlarini o'tab, tiyganlaridan tiyilib, shin mu'min musulmon bo'lib yashab, ham shin mu'min musulmon bo'lib huzuruna qaytargan nasib ham yasar qilsaydi. Va aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va lisairi jama'atil muslimin innahu huval ghafurur rahim al-jawwadul karim as-sami'ud du'a.